Botir Qodirov mashhur qo'shiqchi va O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning biologik o'g'li. Uning shou-biznesdagi yo'li qanday boshlangan, qaysi qo'shiqlari xitga aylangan va yulduzni taniqli oilaga qarshi chiqib, o'z huquqlarini himoya qilishga nima undadi? Bularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Botir Qodirov ijodkor oilada dunyoga kelgan. Onasi Zulxumor Qodirova O'zbekistonda taniqli rassomlardan edi. Ammo qog'oz va bo'yoqlarga bo'lgan ishtiyoq o'rniga bolakay musiqa va qo'shiq aytishga qiziqqan. Bu iste'dod otasidan o'tgan edi, biroq bu haqiqat yillar o'tibgina oshkor bo'ldi. 2024-yilning kuzida Qodirov sud jarayoniga aloqador bo'lgan shov-shuvli mojaro markazida qoldi. Qo'shiqchi O'zbekiston xalq artisti marhum Sherali Jo'rayevning biologik o'g'li ekanligini isbotlashga qaror qildi. Bu katta sud ishida javobgar sifatida Jo'rayevning farzandlari musiqachilar Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlar qatnashdi. Uzoq tortishuvlardan so'ng sud Qodirovning foydasiga qaror chiqardi va Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligini tasdiqladi. Men mojaroni davom ettirishni xohlamayman. Aka-ukalarim haqida yomon gap aytmoqchi emasman. Ular mening yaqinlarim bo'lib qoladi, hatto ular adashayotgan bo'lsa ham. Kim ularni boshqarayotganini bilmayman, ammo aniqki, ular mol-mulk, meros masalasi bezovta qilyapti, deb o'sha vaqtda izoh berdi qo'shiqchi.